Kimdan ekanmi kirim portashlardan? Necha puldan deyapsiz? 25 dan deb. 25 dan? Kam bor. Ikkalasimi? Ikkovi. 25 dan kam bor. Bo'ylar bittasini 5 bittasidan pastroq. Savdo bo'ldimi aka? 22 dan. 22 dan. Bittasini 22 ga berib yubordim. Nargisi nima? Yo boshqa bormidi? Nima qaydan aka? 22 dan. Nomer aytaveramizmi qiziqqaniga? 94lik. 94lik. Ha, nomeringiz nechi? Ha. 400 452 mi? 452 69 78 kerak bo'lsa. Ular 1 yashar atrofidadir, ha? Yo'q. Yoshmi? 8-oyga endi ketadi. Hali yoshi yetolmagan ekan, ikkalasi. 7 oy. Qolibdi telefon. 10 yoshini tortib qo'y. Barcha xizmat kelishini bo'lsa, narxni olam so'raymiz hozir. Nech puldan deyapsizlar endi bular aka? 20 dan deyapmiz. Bir xilda hammasi. Standart ekanda bo'ylari ash 10 tepasida, 15 pasrog'ida 20 dan kami bor ekan hammasi. Oxirigacha mana shu Greenfordgacha ko'paygan, o'ptimagan, 20 dan kami bor. Mayada o'tib olasizmi? Hozir o'tamiz oldiga. Oldiga o'tib olamiz, orqa tomondan ko'rinishlar mana. 20 dan kami bor ekan. Ha, hozir oldiga o'tamiz. Mana shuni ovozlar ekan. 20 milliondan kam bor. Hammasi qulog'ida sirg'alari bilan. Ora to'g'ri ekan. Nega o'tib ketdi? Bu yosh oyliklari qanchadan ekan bulardan aka? Ha? Yoshlari. Yoshlari aka hali bo'zay. Aha. Buni yaqin o'rtada bo'tdinglarmi yo eskimi? Yo'q, yaqin o'rtada. O'tdimi? Bu ochildimi chega? Ha? Bu ochildi. O'tgan ovozlar. 1 yashar atrofida ekanda, o'rtacha. 8 oy, 9 oy tashqari yasharashlar aka. Sotilayotgan narxlarni ham aytdim. Aytayashib, oxirgi narxini Eng kami aka 17.5 dan sotdik aka. Mana shundan kichikroq mashinani. 17.5 dan, o'rtacha 17.5 ekanda endi. 20 dan kam bo'lmaydi. 18, 19, eng barati 19 ga sotdik aka, 19 dan. Sifatiga qara. O'ziga qarab. Sifatiga qara. Nomerni ayting-da. 97lik. 97lik 996 996 46 46. 46 46 ga telefon qilaverasiz mana shunaqa. Qirg'izistonning bari. Hozir dastlabkasi ham bor sizlarda. Dastlabki ham Ha, qilaverasiz. dastlabkasi ham ichida aka. Dastlabkasi ham bor. Viloyatga, Lipoy viloyati. Saytida adres Adres Anjan aka, universitetda oldi. Bo'stonda. Bo'stonda ekan, Bo'ston. Telefon qilaverasizlar mana qiziqqanlar bo'lsa. O'zi ham standart ekanda, bo'ylari ham pasti bir xil. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi chegara qachon ochildi? Yo'li bormi o'zi? Yaqinda ochildi aka. Yaqinda ochildi. Bitta ochildi, bitta partiyaga. Ha, har zamonda bir ochyapti, olib o'tib olyapsizlar. Ha. Yaxshi. Sizlardanmi akalar? Ha, bizdan. Nech puldan deyapsizlar? Aka 18 dan kami bor? 7 dan turibmiz. Bular ham Qirg'izdan o'tganmi? O'choq qirg'iz aka, qolgani emas. Mo'lamesni 18 dan kam bor. Savdolari ham bo'lib qoldi? Ha, 17 dan beryapti. Qirg'izdan o'tganlarga ham? Ha, o'choq. Uchoviga. Voy, 16 beryapti. Bo'ylari 15 ga yaqin ekanda, 15. 10 tepasi 15 ga yaqin. Qirg'izistonda o'tgan. Qani? Chiqib. Nomer aytaveramizmi qiziqqaniga? 94lik 030 0025. Telefon qilaverasizlar. Adres qayerda? Andijon soy.
Andijon soydan ekanlar. Qirg'iz novoslar kerak bo'lsa, bugun qurasizlar. Yaqin o'rtada o'tdinglarmi sizlar ham? Yo eski. Ha bu jahon boshqalarni ketdi. Ana argamchilar. Sizlarmi ekan novoslar? Necha pulga bordi bu? 29 lira. Mashina o'ziga olaga. Bo'yi 140 ga yaqin. 29 millionga bermayapti. Bunisi-chi? Buyoqdan savdo bo'lyapti. Necha pul qilyapsizlar? 26,5 ming. Giring pul. Boshi 26,5 ming. Nargisi 29 ga beriladi. Qo'y baland. Ha. Optimlarga to'g'ri. Necha puldan ekan bular? Necha puldan deyapsizlar? Novoslarda aka? Sizlardanmi? Qanchaga ketdi bu? Qanchaga sotildi? 24 million 100 ga sotildimi bunisi? 24 million 100 ga sotildi. Bular qanchadan ekan? Qolganlari-chi? Qolganlar ham sizlardanmi? Tugatdinglarmi? Hech pul olmayapti Smita. Ha, sizlardan emasmi ular? Ha, egasini topamiz. 24 million 100 ga. Qani, molasiz. Qani, to'la. Haligini? Ular egasi yo'qmi ekan? Egasi yo'q. Xo'p. Qaysini oldi? Qaysiga beryapsiz tog'a? Ha? Endimi? Onimi? 18 millionga buni sotildi. 18 million. Bo'yi 1.15 atrofida chiqadi. 18 million. Buni go'zasi bor. Tashlab o'tkazsa bo'ladi. Enas bo'g'oz qilyapsiz, baxtli. Sizlardanmi novoslar aka? Novoslar sizlardanmi? Hammasi? Hamma akamnikimi? So'raylik. Sizdanmi aka novoslar? Necha puldan deyapsiz? Buni Taroz tomonga boramiz. Hop. Hoppa. Ovoz kelyapti. Tarozga shekilli. Taroz tomonga boramiz. Tarozga. Haydagakdaydi bu. Taroz tomonga shekilli. Bak hani. Gel. Kattasdan chiqmayapti yana bitta. Bu tortilmagan aka? Bundan tepasida, bundan ket balab tur. Bormaydimi? Bo'lmaganmi? Bo'y 1,5 dan bor, 1,60. Nech pulga bordi bu? 5 millionga beriladi. Siz mayli 57 ming bering. Katta ekan.
Hani? 57 mingdan taroziga qo'yishdi. Tortgan olib keldinglarmi? Yo tortdinglarmi? 57 danmi? Tortib oldingizmi? Qancha chiqdi? 518 kilo chiqdi. 57 dan. 57 mingdan tarozi. Haydi, haydi. O to'padan kelib qolibdi. Bu ham taroziga kelib. Bu sotildimi? Necha pulda? 58 mingdan tarozi. 58 dan. Yaxshi semirgan ekan-da bo'ylari. Ana qarag'idan olamizmi? Al kilosini ko'ramiz. Mana. Oy. Xo'sh, xo'sh. Yorbek. Necha kilo chiqdi aka? Aytishmadimi? Voy kilosini aytishmadi, ustiga. Ustiga ham tortilyapti. 594 kilo chiqdi ustiga. Bu qisirmi? Yelin yomon katta ekan-da. 594. Nima ekan bu? Svoymi ekan? Svoy ekan. Bu 294 kilo. Haydi ama ya. 58 mingdan sotdim da ham ko'rib oladi aka. 58 dan. Besh yuz yigirma to'qqiz kilo 58 mingdan To'rolga ketdi. 529 kilo 58 ming. Ular o'tizlar. Oy. Pul olib kelib sotib bering. Oh, bektat bo'lar ey. Nimani? Bu sotildimi aka? Ha aka? Sotdi. Necha pulda? 56 mingdan. 5 ta. Bir arg'an Kelib tur ich. 56 ming. Qani icheri ich. 56 mingdan ketdi. Ha, yo'q, 56 mingdan. To'xtatib o'l. Bor, yopib qo'yinglar. Endi tur. Ko'raring. Biz sizdan keyinmiz ham. Bo'ldi. Tortib. Ha, aka shunda orqasiga Bitta tushib ketdi, bitta tushib ketdi. Ha, o'zi tektirmayapti-da. Naraka tortib oling. Endi bir kilo berdi. hozir to'xtamayapti, hozir. Torting oldu gap yo'q. 83 mi? 483. Yig'ilib ketmayapti aka. 483 chiqdimi? Ha, yetishdi. Oyog'iga uring. 83 olsa 82 ekanda. O'rtasida. 75 ham 80 ga ekan. Bo'pti. Bo'p, sabr qilinglar. Bo'ldi endi. Demet turinglar. Tek. Bo'ldi, o'zini. Sho'g'ayganda. Urmanglar, battar bo'ladi. Bo'ldi, jim. Necha kilo?
Ham 80 ga tutdi. Yo 81 ga tutdi. 82 kilo. 82 ekan, 82. Ortangizdan. Bu orqada bor, qani. To'xting. Men yoqqa ketdi. Xo'p. Yana kelyapti. Bu sotildimi aka? 376 kilo. Sotildimi aka? Indamay ketdi. 376 kilo aytmadi. Bilmadim. Bunisi. Sotdingizmi buni? Ha? Sotildimi? Qanchaga? Sotildimi? Qo'yadigan ekan. Bu sotildimi yo просто tortib ko'rdingizmi? Ha? 76. Shunchaki tortib ko'rdim. Sotmadingizmi siz hali? Shunchaki tortib ko'rdingiz. Qanchadan ketdi? 76 kilo. Nech puldan ketdi? Sotilgan yo'q. Sotib oldinglar. 76. 76. Hali sotilmadi. Ha, lekin bugun Olamekka semiz navoz to'lib ketdi. Semiz navoz. Futbolnikka sotgan narsa ko'pchilik olib chiqdi. Navoz to'la. Bitta kattasi chiqdi. Qancha savdo bo'lyapti? Qancha savdo bo'lyapti bunga? Qaysiman, bilmayman uni. Nech pul deyapti aka? Aka, nech pul deyapsizlar uni? 21 million. Bak bor aka. Lekin uni necha pulga bordi? Aytishmayapti. Aka necha pulga bordi? Bilmayman aka. Meniki emas. Yo'q aka. Aka aytish kelmayapti. Necha aytish kelmayapti. Savdo qilishyapti, lekin aytish kelmayapti. Mavlikol Greenford. Uchta 87 millionga bordi. O'ylab 30 dan chiqadi. Bittasi Greenford, ikkitasi Avliko. Ha, aytsam. Endi o kichkina novoslarga ketaveramiz, kichkina o'sadigan. Taroziga kelmadi, katta navoz. 57 mingdan taroziga keldi. Uni sotilyapti. Kallasini tepaga ko'tar. Abdullo. Ko'tar kallasini tepaga. Men ham ko'ryapti o'zingga. Ko'tarmay turing. Ortma arqanda arqanda. 5 kiloga ko'taryapsizlar. Ha, kallasini 10 kilo ko'taradi. Kallasi ko'tarsa 10 kilo ko'taradi. Kallasi 310 kilo ko'taradi. Eshitib olinglar. Ko'tar kallasini. Molda kallasi ko'tarib turadi-yu. Odam ko'tarmaydi-yu. Do'st, ana qo'yib yuboring, qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring. Mol astaga narsada. Bo'ldi, tek qo'yib qo'ydi. To'xtagani. 906 kiloga chiqardi. 906 kilo. Nech puldan ketdi bu? Aka? Hali ko'rgani yo'q. 56 dan 906 kilo chiqdi. 56 dan 906 kilo chiqdi. Xo'p. Yozganda o'qiyolmay qoldimi?